tokni ko'p oladigan lampochkalar turgan ekan, uni olib hozir arzon kichkina led lampalar chiqdi. Ulardan cho'ntakka to'ldirib sovyapti. Hammasini almashtiraman deb. Aka ham kichkinagina sho'rtikda ekan. Uyda yuribdi-yu endi. Stolni ustiga stul, aka oyog'i yetmaydi, lampochkalarni almashtiryapti. Yana bitta lampochkani olib, yana yangini qo'yyapti, kichkinani. Shundoq xotin ushab turibdi stolda, dadasi, bizni ham uyimizda lyustra bor. Ikki dona lampochka turgan ekan. Aldamay? Rostdan. Lampochkani kuydiraman hozir. U quloq emas u. Undoq sijam deydigan. U lampochkani kuyib qolishini bilmayapti. U nozik lampochka bo'lsa led. Eri xotinda hazili yomonda. Yomon hazilashasizlarmi eri xotin? U led ham qimillab turibdi. Lampochka! Bo'lgan voqea lampochka, rostdan ham lampochka. Mana shu haram roza svetimizni ko'p kuydirgan. Yon degan joyda yonmagan. Doim ochiq. Bunaqa lampochka nima kerak bor? Etib chertovda. Lustra pustra bilan tushdida aka. Aka bilgani ham yo'q. Aka bilgani ham yo'q. Chertganini. Xotin xijolat xotinni oldida. Xotin. Dadasi nima bo'ldi? Voy o'li dadasi. Xotin yomon to'kurdi. Yomon to'kurdi. Hamma joyim og'rib ketdi. Bunaqa hazlashmanglar ayollar.